Tagilerden yana 2-3 qo'shib hisoblayveramiz. Ha. Ko'ga kichkina buron bor kerak bo'lsa. Bu modelda 14 bu. 16 ekan. 16 mı? Azamshir 12. Ana kichkina burdi bering. Pastdan. Netmanda qo'yasan deb yurdim. Bo'ldi. Qo'yanni bir aqalaqati bor edi. Bu izolganizda da qismaydi mana. Apalavkani ustoba pastda tayyorlab olamiz. Tagini o'ynashtirib turaveramiz. Ha, tagini o'ynashtirsak, keyin urib qattiq boshlayveramiz. Qandirib qo'yaveramiz. Tez burilib qolib ketaman. Bo'ldi. Eshigi yopilib qolmaydi. Aha, bo'ldi. Hozir ko'ryapman mana. Bor ekan, chiqdi, hozir topani. Nasib jon. Net anu bitta shablon qo'yli, ha? Ha, shablon qo'y. O'tib turibsa ketib ketasiz. Assalomu alaykum. Hurmatli Iqro.uz kanali orqali bizni kuzatib turgan aziz muxlislar, hammalaringizga bugungi xayrli kun muborak bo'lsin. Alloh haq subhanahu va taolo bugungi kunimizni xayrli va albatta barakotli bo'lishligini nasib etsin. Bag'dod tumani Guliston shahrida qurilgan ko'p qavatli imoratlar qatorida 114 yetim bolalar uyi ham asta-sekinlik bilan o'z qadrini, o'z qomatini tiklab boryapti. Bugungi kunda hammani qiziqtiradigan savol shuki, 114 yetim bolalar uyida nima ishlar amalga oshirilyapti? Xudo xolasa sizlarni mana shu jarayon orqali bugungi bo'la turgan ishlarni sizlarga inshaalloh mana shu video kanal orqali sizlarning e'tiboringizga inshaalloh havola etamiz. Jarayonda biz bilan birga bo'ling.
Muhtaram azizlar, biz 114 yetim bolalar uyidagi qurilishlarımızda bo'lgan shu kungacha qilingan ishlar, endi bo'ladigan ishlar, kam ketiklarimiz to'g'risida sizlarga qisqacha tanishtirib o'tamiz. Hozir 114 yetim bolalar uyini inshaalloh birinchi podyeziga kiramiz va birinchi xona bilan tanishamiz. Qancha istayimiz bo'lsa, shunga qarab tezkorlikda narsani qidiramiz-da, nimasini? Strategiya, skochigalarni, kattalarni, o'rtachalari shunga qolaveradi. Bu birinchi podyezimizdagi bitishga yaqin qolgan birinchi kvartiramizda inshaalloh sizlarni e'tiboringizga inshaalloh havola etamiz. Kvartiralarimizni ichki qismlaridagi ichki fasad ishlarimiz chiroyli holatda amalga oshirilgan. Ustalarimiz tomonidan eshiklarimiz, kirish eshiklari, xona eshiklari qurilgan va biz Qo'qon shahar Yettirom Aqua kompaniyasidan mana bunaqangi qimmatbaho chiroyli romlarni olib o'rnatyapmiz. Inshaalloh tez kunlarda, tez fursatlarda muhtaram muxlislarimizni e'tiboriga xonalarimizni birinchi podyezimizni bitgan holatda ko'rsatish niyatimiz bor. Mana bu birinchi xonasi, mana ikkinchi xonamiz ham mana tayyor holatga kelay deb qo'ygan. Mana bu o'sha xonamizni oshxonasi, mana hamma yo'q jihozlariga moslashtirib qo'yilgan. Tez kunlarda bularni o'sha jihozlarni inshaalloh o'rnatishga harakat qilamiz. Muhtaram azizlar, hurmatli kuzatuvchilar, bizlarga o'sha 114 yetim bolalar uyi qurilishiga xayrixohlik bildirib turgan, ehson yuborib turgan, telefon qo'ng'iroqlari orqali hol-ahvol so'rab turgan muxlislarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bizni yana qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Hali mana bu Akba Yettirom Aqua kompaniyasidan olgan mana bu qimmatbaho romlarimizdan hali ozgina qarzdorligimiz bor. Inshaalloh bizga ehson yuborib turgan, hol-ahvol so'rab turgan, bizga xayrixohlik bildirgan va qashlarimizga kelib turgan barcha muxlislarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Inshaalloh Xudo xolasa tez kunlarda shu qarzdorlikdan inshaalloh qutulishimiz kerak bo'ladi. Biz mana bu qilayotgan ishlarda hali qiladigan yana talay ishlarimizni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Muhtaram azizlar, hozir 114 yetim bolalar uyini ikkinchi podyezidagi bo'ladigan ishlar bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchiman. Muhtaram kuzatuvchilar, bu 114 yetim bolalar uyini ikkinchi podyezidagi bo'ladigan ishlarimiz. Mana bu qirg'og'imizga endi ustalarimiz tomonidan panjara, ana to'sqichlarimiz o'rnatiladi tez kunlarda. Va mana bu birinchi podyezda qiladigan ishlarimizni asosiylari, ularga kirish eshiklari quriladi, xonalarga ajratiladi, gipsokarton qadaladi, keyin mana bu stенalarimizga, devorlarimizga gipsokartonlar qatiriladi. Birinchi etajdan tomgacha, o'sha oxirgi etajgacha inshaalloh qurib bitiramiz. Ochiq turgan bu devorlarimizga asta-sekinlik bilan gipslar qatirilib, chiroyli holatga ustalarimiz tomonidan tez kunlarda chiroyli holatga keltiriladi. Bundan tashqari bugungi kunda eng dolzarb mavzu bo'lib turgan masalamiz bu qarzdorlik masalamiz bor. Keyin eng zaruri birinchi o'rinda tom qismimizni bitirishimiz kerak. Hozir ustalarimiz shu hasharchilarimiz tom qismimizni bitirish uchun astoydil ishlayapti. Hozir jarayonda tom qismimizda qanaqa ishlar amalga oshirilyap turganligini inshaalloh jarayon davomida guvohingiz bo'lasiz. Hurmatli kuzatuvchilar, mana biz hozir 114 yetim bolalar uyini tom qismidamiz. Tom qismida mana ko'rib turibsizlar, qurilish ishlarimiz juda ham qizg'in olib borilyapti. Hozir uriladigan mana mo'rlarimiz chiroyli holatga keltirildi. Mana qirg'oqlarimiz yig'ishlari urildi. Endi buni ustiga armatura qo'yilib, buni ustiga beton quyamiz, xudo xolasa. Ustalarimiz bu ishni amalga oshirishda astoydil harakat qilishyapti. Tez kunlarda tom qismimizdagi ishlarni yakunlaymiz.
namozlar ko'rib turganingizdek tom qismimizdagi ishlarimizni ham inshaalloh tez kunlarda yakunlashni Alloh nasib qilsin. Bizga xizmat qilib turgan, himmat qilib turganlarga Alloh kuch-quvvat, shijoat ato qilsin. Inson yuborib turganlar, hol-ahvol so'rab turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ko'rib turganingizdek, endi tom qismimizga o'sha qurilish anjomlari zarur bo'ladi. Xudo xolasa tez kunlarda, tez fursatlarda anjomlarimiz ham yetib keladi. İnşallah tam kısmımızda dua kıtıraslar tez kunla yakullayımız. Baba kim yaptı mı? Ha, ne yapalım da? Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, hammalarga alangali salom. Xudo xolasa mana sizmaga navbat keldi, ishlarimiz tugadi, jadvallar bo'ldik. Mana endi apalakalar ham bo'ldi. Endi harakatlar Alloh rozi bo'lsin. Hammasiga rahmat. Mana shunchalik kelib shu issiqda mana xizmat qilishyapti. Sizlarga ham rahmat, sizlarga ham rahmat. Hammalarga kattakon rahmat. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar. Assalomu Bardan qishloq ahillari ilk kundan beri hasharimizda judayam chiroyli ishlarni Xudo xolasa amalga oshirishdi. Albatta ishlarimiz ancha Xudo xolasa oldiga yurdi. Bir hafta 10 kunga ishimiz oldiga siljida Xudo xolasa ancha o'sha topshirishimizga yaqinlashtirishmoqda. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Inom va ihsonlarni ham qilgan xizmatlaridan ham Alloh rozi bo'lsin. İlk kunlab qilgan xizmatlari ertaga jannatga kirishlariga hujjat bo'lsin. Haqlarga bir duo qilib bersinlar. Ya tabarrukumuz yaxshilar. Amin. Poka Parvardigora, qo'llarimizni quruq qaytarma. Mana bu birodarlarimiz haqlarida qila turgan duolarimizni ijobat qilib. İlk kundan beri mana bu 110 yetim bolalarga qilgan xizmatlarini qabul qilib. Har bir bosgan qadamlarga behisob ajrlarni ato etgin. Bu qilgan xizmatlaridan Parvardigora o'tganlarni rahmatiga olgin, qolganlarni salomat qilgin. Umr davlatlarini ziyoda qil, xonadonlarga tinchlik, umrlariga ziyodalik, istiqbollarga barkamollik ato qilgin. Qalblardan o'tkazib qo'ygan yaxshi talab, yaxshi maqsadlarni ato qilgin. Kim himmat qilgan, kim xizmat qilgan bo'lsa, hammalardan o'zing rozi bo'lgin Parvardigora. Qo'ygan qadamlarga behisob ajrlarni ato etib, bu qilgan xizmatlari jannatga kirishlariga hujjat bo'lishini, Rasulullohning oldida jamlanishni hammamizga barobar nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin.